Tamaq pişti programmamizni Şinjan Özçin Yemeklik Çeklik Şirketi Özçin Taam Qurishları alohida qo'lladi. Xo'shalliq oilangizda. Özçin yürüşükten tehdit kolları. Ana tabiatning so'g'idi, ko'k arkonning quvvati, 5 xil damning javhiri, 5 xil tamning huzuri. Tabiiy tamlik zo'qdan 5 tam mujassam. Zo'qdan yurishlik ochiq suv jang yo'llari. Siz tarafda gulgiya surgan dubix. Men tarafda yap-yeshil bargi terak. Siz o yoqdan uyga qaytib kelguncha balki ezilib tugaydi bu yurak. Kiraman deydi bahar xonam ara. Men uchun yo'qdir bahar sizdan bo'lak. Wow. Menga yoqimli ovoz bu. Shundaymi? Men Arzuladamninki boyiqi she'rdan bir xil seg'inish, bir xil muhabbatni his qildim. Arzuladam sizning boyiqi shu she'ringiz o'sha Tangsos davridagi tanglik shoir Libaydan asirg'u deyman-da. Bilibsiz-a? Bilib oldim. Men anglab. Mas'ud ketgan bir hissiyot kelib qolgan emasmi? Arzuladam o'qigan Mao Libayninki uyg'urcha tarjima qilingan nusxasi nihoyatda odamga sekri kuch bersa ekan. Shunchalik go'zal. Buni kim Buni bizning ataqli shoirimiz Emin Ahmadi akam. Emin Ahmadi muallimning. Men pek yaxshi ko'rib qoldim bu she'rni. Shu. Bu she'r Arzugul Hadamning ovozi bilan yana bir xil go'zal bir tusga kirdi-ku. Voy rahmat. Yozuvchi Emin Ahmadi akamizning mush tarjimasi bo'lg'ashqa biz mush she'rga nisbatan yana bir qitim bir tushunchaga ega bo'ldik. Garchi mayli Liba yozgan shu xanzuvchisini o'qiyli yoki Emin Ahmadi akamiz tarjima qilgan bu nusxani o'qiyli, biz yana o'xshashlam bizning isil olgan mushu an'anaviy Junxo madaniyatimizning sekri kuchini yana bir qitim his qildik ekanmiz. Bu tarjimaning haqiqatan intayin qiymati bor ekan, juma. Mana ko'rmalarimiz ko'rib turgandek, bugungi programmamizga biz Şinjan Radio Kino Televiziya tarjim markazining davlatlik 1-darajalik ovoz artisti Bahardek illiq ham yaqinni chiroyli qadimiz Arzigul Mamunatimiz taklif qildik. Vaqtimiz programmamiz qadar tashakkur qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qo'shindaqda naq gapimiz qaytib kelsak, Arzigul adam bizning bugungi mushtamaq pishti programmamizga qatnashib bizga zaten qanday bir tamoq yetib bermoqchidir. Shunchalik taqozo bo'lyapmiz. Men endi mush bir dadamning bir tamog'i bo'ldigan. Doim mush et bayramda, dam olgan kunlarimizda bizga mush tamoqni etib uyga taklif qiladi-da. Dadam mush tamoqni etib qo'ydik degan zamonlar shundaq yegimiz kelib, nada bo'lsa qani bolalar uyga oldiraytib. Ondaq biz bugun Arzigul adamning bizga etib berdigan bir tamoqlar emas, u bir xil muhabbat, u bir seg'inishganda-da. Bu tavallik tamoqning ismi? Ismi? Qizartib pishirilgan qo'y go'shti mifini. Go'shtni qizartib raurs qo'rib tatliq pishirib elibdimlar. Anadagi meyfanni jinglik qilib shu meyfan bilan yesak, Bek tamlik bo'ldi. Bek tamlik bo'ladi. Biz bir boshlik tayyorlaylik kerak. Aytmaram go'sht kamera qo'yishqa. Shundayman, men shundaq yigit kelyapti. Undaqda Arziguldan tayyorlikni qilib olsa, undan rasmiy tamoq etishni boshlab ketaylik. Qoldi. Kadimi cana mayları. Her faslning güzel bir hikayesi olur. Ana şu hikayeler esden çıkmaydigan temlerini esletip. Her qitim fasl içimligini içkende çanqıgan dillarim huzur tapqandek. Fasiller qo'yniga singib ketgandek his qilaman. Tomuzdagi chanqoq dillarning huzuri fasl içimligi.
Programmamizni o'z uchun tamxurishlar alayda qo'llagan. Arzgul dadammi mana tayyorligini bitirib bo'ldi. Endi eng oldi bilan Arzgulada bugun etmoqchi bo'lgan mush qizartib pishirilgan qo'y go'shti mifini ketadigan materiallarni bir tanishtirib o'tamiz. Ha, maqla. Go'sh. Endi bu tamoqqa go'shtni jiqraq qilamiz. Qo'y go'shti. Qo'y go'shtini, so'ngaklik go'sht bo'lsa, ham tatli bo'ladi. Samsaqdan 2 vash samsaq. Sinjangdan bir yuqaraq mushunchalik cho'nglikdagi sinjang bosib bo'ldi. Andan keyin bir vash piyoz. Ma piyoz sal cho'ng bo'lib qopti endi. Bo'ldi. Piyoz tatli qiladi-ku tamoqni. Dashang yana bajo'g'u. Bu mushu tamoqni tatli yumshoq qiladigan birdan-bir go'shtni yumshoq qiladi. Tutma qiladi buchi. Biz uyda buni bek chiqishlatmaydi ekanmiz. Buni men uyda boshqa tamoq ishlatmayman. Mush tamoqni aytganda Chuqur bo'lmas bo'lmaydigan ekan dadamsa. Mushu tamoqni mezlik qildig'ini amaliyotda mushu. Bajo. Anadan keyin xo'joli. Xo'joniki so'qilmig'ini. Qilichiq ketar ekan adam. Buningga qilichiq solamiz. Bir siqimdan jiqaraq. Anadan keyin yangyu. Yangyuni yo'g'on to'g'raymiz. Yana eng muhim bo'lgan xurush dapanjining lasi. Dapanjiga o'xshab ketirgan. Dapanjiga o'xshab ketadi, lekin bu farqlanadigan yerlari ko'p. Eng oldin bilan qaysi mashg'ulotni ilib boramiz? Eng avval qozonga may qo'yamiz. Bo'ldi. Programmamiz yaqindan qo'llagan qadimiy china yog'dirba, shuni qo'yib beraylik. Qanchalik may yoq ketadi? Taxminan bir cho'mish. Ma'lum bir cho'mish, 2 cho'mish qo'yaylik. 2 cho'mish. Voy, yog'imiz yo'q ketar ekan bunga. Go'sht chiqib bo'lgandan keyin agar go'sht oz bo'lsa, 1 cho'mish qo'ysak bo'ladi. Buningga odatda go'shtni qo'rganda shakar bir narsa ketmadi. Yo'q, unda ketmaydi. Buni qizartirganға jangyuni 1 cho'mish qo'yamiz. Boshdoqmi? Yoqqa bir qo'shiq tuz silvatdim. Bir qo'shiq tuz silvatsa, ancha ko'p bunaqa tetrab ketmaydi. Chechirmaydi. Yaxshi gap bu amal. Yog' chuchugicha biz bunga ketadigan sayko'k tatlarni to'g'rashtiramiz. Go'shtni to'g'raymiz. Go'shtni mana shundoq to'g'raymiz. Cho'ng-kichiklikcha. Nazifaning qochoqchilariga voy, nimanda chiroyli taqsiladi. Yog'im chuchiganda qilamdi-da. Ha, yog'im chuchib qolganda qiladi. Yangyonni lekin eng oqit solamiz. Yangyonni to'g'rib oldik. Buni hamda bir chayqab, suvga chalab qo'yamiz. Qancha qoqchilaymiz ana? Biz mushuni aqida chalab qo'yamiz. Bay bir qo'shiq tuz soldik, u may chechirab ketmaslik uchun soldik. Hamda mabza qo'rilib, sal qizargandan keyin pishaydi degan vaqtida tuzdan ash kichik bal qo'shiqda 6 qo'shiq qo'shsak. 6 qo'shiq. Tuz ketirgan bunga. Hamda suyucu qo'yildi emasmi? Ekbaraka bu Arzguladamning ovoz bizga to'nisha. Demak, biz kichkimizning anglab cho'ng bo'lgan desak bo'ldi. Qanday qilib siz mush kasbni bir tanlab qolgandingiz? Men 87-yili 14-o'rta maktabni bitirgan vaqtimda mening adabiyot o'qituvchim Tursun Ro'zi muallim Mushu san'at sho'yaninki aktyorlik kasbiga o'quvchi qabul qilgan degan xabarni muallimim yetkazgandan keyin endi menga tuz silvataylarmi? Ha, mayli, ha. Ma baytim bilan qo'shdik. Endi 2 3 4 5 qiltiraylik, ya'ni titamay qassa yana qo'ysak bo'ladi. Ay, endi piyozni silvataylarmi? Bo'ldi. Endi piyozni solamiz. Mush piyoz bilan birla vaqtda anondan keyin sinjang solamiz. Sinjang solamiz. Mata shampajonni solamiz. Mana buni bunda shunchalik salsa qildi. Untaldakmi? Chiqaraq bo'stik yaxshi. Buni solamiz. Mana bajoli
Ama kuruşunu bırak sileydiren Bırak derken de. sileytimiz bununla. Mana. Sepleteyim. Onundan keyin mansap bulduk. Endi buni yana yaxshi qo'raymiz. Men siz bo'la olaysiz deb akagan qaraganda, menda hozir ximiya turib ta'minimi. Muallim nemish qana deydi desangiz, maktabning san'at ko'rjiklariga qatnashatdim men-chi. 14-o'ttirda bo'lgan o bu faoliyatlarga qatnashatdim. Shunga muallim meni ashna bir yoshirin talant bor deb o'ylab qolgan chig'i. Shu gap bilan o'zimga bo'lgan ishonchim sal eshib qoldimi? İlk gazetga adres bo'yicha imtihonga tizimlatqilib bordim. Nurg'un bolalar beribdi Urumchidimma. İmtihan olgan bo'ldi. Layoqatli bo'lib san'at maktabiga o'qib qoldim. Aktyorlik kasbida. Sevimli saboqdoshlar bilan 4 yil bir qozonning tamig'ini yeb, bak ko'ngillik aslimlar bilan maktab bitirdim. Maktab bitirgandan keyin imtihonni shu Tianshan kino studiyasidan bir turkum rahbarlar bizning imtihonimizni ko'gil kapdi. 5 o'quvchini tanlab Tianshan kino studiyasiga ovoz artist kasbiga qabul qildi. Shunda xush bo'ldik. O vaqtdan uyaga borgandan keyin bak sevimli ovoz artistlar bilan birga xizmat qilish fursatiga ega bo'lib qoldim. Arzigulda bu mal lazım işilten top bu davcıyımtım şakak koygan. Ama şakakta sasak buldu mana. O çıksakımız da. Bu lazım hem de şu mishinchilik salayla ya. Açıqroq yeyishni yaxshi ko'rganlar qolsa sevasi bo'ldi. Biroq sevasi bo'ldi. Endi jonyuni qo'yib olamiz. Bu tomoqqa jonyon chiqaroq ketadi. Bir cho'mish qo'yamiz. Endi mana bu suv qo'yamiz. Su qo'yamdiq, mana su. Suv qo'yaman. Qo'yaman chiqaroq. Cho'ktirib qo'yamiz ham. Qo'qmay qo'ying desa. Qo'qmay qo'yaman. Endi suluq yeyman deydiganlar yana ozroq qo'yib bo'ldi. Agar suvni qurg'oqroq qilma deydiganlar, mushbitim bosib qo'yadi. Endi bunday yepib qo'ysak bo'ldi. Bundash bosqichi. Qancha vaqt? Bir soat bosib bo'ldi. Arzigullarning gapi bo'yicha, bizning bugungi atmoqchi bo'lgan qizartib pishirilgan qo'y go'shtini buni 1 soat dimlaydi ekanmiz, Bundan sonra 1 soat saqlaydi. Ana tabiatning so'g'idi, 4 arkonning quvvati, 5 xil damning javhiri, 5 xil tanning huzuri. Tabiiy tamlik zo'qdan 5 tan mujassam. Zo'qdan yurishlik ochiq suv jang yo'llari. Arzigulda hozirgacha nurg'un personajlarga ovoz berdi. Ko'rmanlar hozir bir anglabla Arziguldaning ovoz ekanligini bilib ketalaydigan holatga yetdi. Shunga bugungi naq maydonimizda Arziguldaning mushayatdagi bir talantini ko'rib baqandiq. Cho'qim bo'ldi deyman-da. Mustaq endi bo'lami bizga naq maydonda bir anglaydigan. Bundaq talab qilib turasanglar, qiyniman bir tirishchilik kasbatmaydi. O çağda sen şangandan erbomay qalatdın. Sen degan aqlli qiz. Nima qilish kerakligini bersan? Mening jenimni qilichimga o'ngaylik sepamaydiganligini mi bersan? Yo'q. Sana kerigi onundan jiq, onundan cho'ng. Shangan oilasining navrisi bo'lgan sen shundoq o'ch olmoqchiki. Sana kerigi mening jenimdan qimmat bo'lgan buyuk tog'ning saltanati. Sen beni öldürmesen o şahi zindanına kamap akçaşlık mumay kılalaydın. Menin kündün künge kayırvatkanımını körettin. Zaval tapkan hasretlik halatım aldıda. Körenlap getettin. Andın boğan, atan hem başka aile əzalarının royu iltica kılıp, öçünlerini aldın, deyttin. Onundan keyin parlaq nur çaçattın, ulug'lanattın, namın tarixda saqlanatdi. Avloddan avlodga davomlashatdi. Nima degan katta ishlar? Shundaqmi? Degina? Mana Arzigullarning mahoratini ko'rdik. Bu yangyoni qachon salmiz edi? Endi yangyoni saldigan vaqt keldi. Keldimi? Endi o'tni sal kuchlantirib, bayatdan bo'sh qilib qo'ygandik emasmi? Ammo shu vaqtda yangyonni samsaqni selib etamiz. 40 minutlar bo'lgan saldisak bo'ldi ekanda. Hozir 50 minut bo'libdi, shu 40 minutlar atrofida sasak. Oldirib qolsak 40 minut sasak bo'ldi. Oldirmasak bir soat sasaqmi bo'ldi degandek. Samsaq to'g'rab salamdi qanday? Yo'q, samsaq bo'laveramdi.
to'g'risaqmi bo'ladi, lekin bak ezilib ketadi-chu. Dunyoda uzun bo'lgan ekan. Shuning uchun shunaqa savtaylik. Bilishimcha siz yaqinda mana Janubiy Shinjonga yasli ma'rif bo'yicha yordamga berib qaytib keldingiz deyman. Yasli ma'rifga yordam qilib berish xizmati bilan bizga o'zinglar iltimos qilinglar, tuvanga tushib xizmat qilish sharoiti yor berdiganlar degan ekan men aktivlik bilan ovoz qo'shib men tuvanga bir tushib ishlab chiqay deb yuqoriga iltimos qilsam iltimosimni qabul qildi. So'ngra 2019-yili 9-oyda berib yasli o'qituvchisi. Ballar bilan birga o'tkazdingiz shu. Ballar bilan bak ko'ngilli o'tkazdim. Ballarga shunchalik mehrim chiqib ketdi. Ballarım meni bak yaxshi ko'rdi. Hozir muloqotib turamiz. Voy, hozir muloqotib turman. Ishxonamda hatto ularning suratlarini esib qo'ydim. Pat ashcha sinfdagi boyuyam bilan suratlik paranglashib turdi. Sizlardan bir go'zal orzu bo'lsin. Shu orzuyinglar buguninglarni kelgusiinglarni belgilaydi. Arzuning urug'larini shu bolalar chechikasizlar. Shunga cho'ng arzularni qilinglar. Shu arzuyinglarga yetish uchun tirishchilik ko'rsatinglar. Shu bonada men sizlarni ko'rma. Urumchida Arzugul opam bor, Arzugul muallimim bor deb kelinglar jinim bolarim deb shunday go'zal arzu armonlarni ko'ngilga kuzib kelib keldim. Bositish qoldi ya. Sanduq. Wow, tamam. Mana bek o'xshab ketgandek turdi. O'tni o'chirandiq. O'tin o'chirib o'taylik. Endi cho'ng tovoqqa elib, mifanni ayrim sirqayga atlam. Dumlagan mifarimizni tayyor bo'ldi. Endi mani tovoqqa usuymiz. Ash ko'kidan ustiga asroq chechib chiroq berganimizdan akirsak texmo Facebookdan texmo. Xo'sh, mana Arzgulardan ajr tayyorlagan qizartib pishirilgan qo'y go'shti mifini tayyor bo'ldi. Mening bek chiroyli tayyor bo'ldi. Mening taqdim taq bo'ldi. Endi bir tetib bağlı bakamda. Qay Arzgularda ilang afkam. Rahmat. Shunda yumshoq pishibdi. Yumshoq pishibmi? Haqiqatan ilqib. Men yaxshi ko'rganimdan ochiq. Hemen bir xil eg'izni qo'riydigan tamog'i. Mushuk bugungi tamoqqa mush tasirishchinniki eng muvofiq deb o'yladim. Go'shtning ta'minlik bir xil odamning tilini qo'riydigan emas. Unda bo'lgandan keyin mush tasirishchinnikini moslashtirsak, ham texim yaxshi bo'ladi. Yana qilib Shundaq bugun qimmatli vaqtni chiqarib bizga mana shu o'xshagan qizartib pishirilgan qo'y go'shti mifan tamoqini bizga yetib bergan Arzgulardan yana bir ko'p rahmat aytamiz. Ko'rman do'stlarning oilasilar bilan jam bo'lgan vaqtda mana shu esil tamoqni vaqt chiqarib yetib beqishni ham oilalar bilan birga tetib beqishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qadrli ko'rmanlar, bizning bugungi sondagi mazmunlarimiz mana bu yerda oxirlashmoqchi. Programmamizning oxirida programmamizni alayda qo'llagan fasl ishchiliklarga aqldan ochiq so'zlar ko'p rahmat aytamiz. Kelaksan programmamizga mazmunlarimiz texnik sarfil. Kelaksan programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Her faslning güzel bir hikoyasi bo'ladi. Ana shu hikoyalar asdan chiqmaydigan ta'mlarni eslatib. Her qitim fasl ichimligini ichganda chanqagan dillarim huzur topgandek, fasllar qo'yniga singib ketgandek his qilaman. To'mizdagi chanqaq dillarning huzuri fasl ichimligi.两份和两皮子牛肉丸